Linza haqida ma'lumotga ega bo'lganmiz, ha? Xo'sh, linza bunday aytiladi? Barakallah. Bir yoki ikki tomoni sferik bilan chegaralangan shaffof qismi nima deyiladi? Linza deyiladi. To'g'rimi? Linzalar necha xil bo'ladi? Qanaqa? Barakallah. O'sha linzaning fokus masofasi nima aytiladi? Ha, barakallah. Demak, o'sha linza markazidan fokusgacha bo'lgan masofa nima deyiladi? Linza fokus masofasi deyiladi. Fokuschi optik kuchimizmi? Fokusi deyapman, fokusi. Linzaning markazidan fokusgacha bo'lgan masofa. Linzaning markazi o'sha gunohlar yorliq emas, bir joyda yig'ilgan joy buni fokus emasmi? To'g'rimi? Tushunarli? Endi qaranglar. Optik kuchi deb nima aytiladi? Ha, fokus masofasiga teskari bo'lgan kattalik nima ekan? Optik kuch deyilar ekan. Endi qaranglar. Bugun sizlar bilan demak optik kuchni nima qilamiz? Aniqlaymiz. Demak, optik kuchni aniqlashimiz uchun bizga nima kerak? F nima edi? Fokus masofa. Biz fokus masofasini aniqlasak, bo'ldi. Demak, buni birda o'sha fokus masofasiga bo'lib qo'yamiz. Nima chiqadi? Uning optik kuchi chiqadi. Tushunarli? Demak, mana. Xo'sh. Endi qaranglar. Nima qilamiz? Hozir birinchi o'rinda bizlarga yorug'lik manbai kerak. To'g'rimi? Chunki nurni yo'naltirishimiz kerakmi? Nurni bir joyda nima qilishimiz kerak, keyin yig'ib olishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Mana bizlarda manba bor. O'sha optik kuch aniqlanadigan nima edi? Linzamiz bor. Xo'sh. Bizlarga mana bu yerda ekran bor. Endi qani uzunroq lineyka topolmadim. Shuning uchun mana bu yordamida nima qilamiz? O'lchab olamiz. Tushunarli? Xo'sh. Birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? Yig'ib olishimiz kerak bo'ladi. Yig'ib olamiz buni. Xo'sh degandan bilsak. Plusini plusga, minusini minusga shunday qilib olib qo'yamiz. To'g'rimi? Ha? Ha, endi buni minus qilib qo'yamiz. Endi qimirlamay, qiltillamay turadi uni. Ha? Agar jilpon ushlab turadi. Qimirlayversin. Bo'ldi? Anakay. Xo'sh degandan bilsak. Ya bismillah. Qani. Mencha. Mana. Demak, yorliq nurimizni nima qilib oldik? Binoto'g'ri endi bitta nuqtaga yig'ilgan joyini nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Mana qaranglar. Hozir yorliq nurimiz bu tomonga o'tdi, ko'rgan. Mana. Hatto lampochka o'zi ham ta'siri hosil bo'lyapti. Qaranglar. Teskari to'ntarga ta'siri ham hosil bo'lyapti. Ta'sir linzada. Endi qaranglar, hozir mana yaqinroq olib keldik. Ta'sirimiz nima bo'lgan yo'q? Mana bu tomondagi nuri bitta joyga hozir yig'ilgan yo'q. Hozir nima qilamiz? Bitta joyga yig'ilgan joyini topib olishimiz kerak bo'ladi. Mana. Bitta nuqta bo'ldimi? Demak, hozir nima qilamiz? Ikkalasi orasidagi masofani aniqlab olamiz. Xo'sh. O'sha daftarlarga yozib qo'yaverasizlar. Shetdan shetgacha bo'lgan masofa 15,5 santimetr. Ya'ni 155 millimetr. Yozib qo'yinglar. F1imiz 155 millimetr. Yozdingmi? Mana 155 millimetr bo'ldi. Bo'ldi? 155 millimetr. Demak, bizlar nima qilamiz endi? O'shani metrga nima qilishimiz kerak? O'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni F barobar
155 millimetrimizni o'tkazib olsak. 0.155 metr bo'ladimi? Demak, optik kuchini birligi nima edi o'zi? Metrga. Demak, bir taqsim metrga tengda. Bo'ldi, shuni dirib topamiz. D barobar 1 taqsim 0.155 barobar bo'ladi. Buni bunga bo'lib 1000 taqsim 155 bo'ladi. Qani? Kallada bo'lib tashlashdan qani? Men hozir kallada bo'lib tashlayman hozir. Kallada chiqadi. Sotib o'tirdim eshik oldi. Men ham keldim. Qani? Mana qisqa fursatlarda hozir bo'lib tashlaymiz hozir. 6.45. Necha bo'ldi? 1.155. 6.45. %45 ekan. Necha bo'ldi bu? Xo'sh. Demak, 6.45 dqr. Demak, 6.45 ham 6,5 nimaga teng ekan? Dioptriyaga teng bo'lar ekan. Fokus masofasini aniqlash osonmikan? Ko'rdingmi? Mana, demak, oddiygina tasvirni ham hosil qilishingiz mumkin. Mana qaranglar, har bittasi yozib qo'ygan. Mana linzada tasvirlarimiz qayerga qo'yganimizda qayerda tasvirlarni hosil bo'lishini nima qilingan? Ko'rsatib o'tgan. Tushunarli? Mana har bittasida haqiqiy teskari kichraygan, haqiqiy teskari tabiiy o'lchamdagi tasviri, ya'ni o'sha 2 masofada qo'yilganimizda. Ko'rlangan? Mana hozir o'sha tasvirlarni qo'yib ko'ramiz. Qarang, hozir bittasini ko'ramiz. Xo'sh, fokus masofasidan xo'sh, qayta qo'yamiz. Fokus masofasini biroz kattalashtiramizmi? Mana bu yerdan kattaroq olaylik. Bizdan biroz kattaroq. Yerdan kichikroq. Yerdan kattaroq qo'yilgan. Kim bo'ladi? Haqiqiy teskari kattalashgan. Mana qaranglar. Hozir biz fokus masofasidan kattaroq joyga nima qilamiz? O'rnatamiz. Ya'ni o'sha fokus masofasidan kattaroq joyga o'rnatadigan bo'lsa, ikki yerdan nima bo'ladi? Tasvirimiz qanaqa bo'lishini hozir nima qilamiz? Ko'ramiz hozir. Mana 15,5 bo'lsa, bungacha bo'lgan masofada bo'ldi. 29. Mana hozir biz lampochkamizda tasvirni hosil qilamiz. Ko'ryapsizlarmi? Lampochkamizni teskari. Hozir biz xiralashtirib, aniqroq ko'rinadi. Ko'rdingmi? Deydi mana. Shu lampochkamiz bir yon transpiral turibdi. Agar buni to'ldiradigan bo'lsak, qanaqa tasvir hosil bo'ladi? O'chib qoladi. Mana. Ko'rdingmi lampochkani? Nima qildi? Hayda. Yeni to'g'ri bo'ldi bunda. Agar bunday o'g'iradigan bo'lsak-chi? Mana. Teskari tasvir nima bo'ldi? Hosil bo'ldi. Demak, sizlarga mabodo fokus masofasini aniqlatsa, fokus masofasini aniqlab bera olasizlar, to'g'rimi? Nima qilamiz? Bunga yorliq nurni yuboramiz. Ha? O'sha nur yig'ilgan joyigacha bo'lgan masofani nima qilamiz? Aniqlab olamiz. Aniqlab olganimizdan keyin o'sha birni bo'lib qo'ya qolamiz. Nima chiqadi shunda? Fokus masofasi. Optik kuchi. Tushunarli? Bilib oldingmi? Kim tushunmadi? Tushunarlimi? Ha? Bajarib ko'rsatasiz hozir menga. Qani? Keyin qani bitta-bittadan. Kim? Kim? Ha? Fokus masofasini ana o'zgartirib to'xta. Ha.
Bo'ldimi? Aniq shumi fokus masofasi? Yana ozgina. Bo'ldi. Qaranglar. Bu linzani ikki tomonga surgan vaqtlaringda qaranglarki, eng kichik tasvir hosil bo'lsin. Tushunarlimi? O'sha nuqta bo'lib qolsin. Moderatsiya kattalashyapti, kichrayib kelyapti-dan keyin yana kattalashyapti. Shunaqangi joyini olishlari kerak, o'sha nuqta bo'lgan joyini olishimiz kerak. Mana. Mana shu ekan. Tushunarli? Buni kattalashadi bundan so'ng. Bunisi kattalashadi. Buni kattalashadi. Ana shu. Mana. Mana shudan so'raymiz siz?